og'izni nima bilan ochgan afzal? Shunga o'xshagan juda ko'p savollar kelgan. Umumlashtirib mana bittasini aytayapman. Masalan, shu savollardan bittasi xurmo bilan ochsak bo'ladimi, suv bilan ochsak bo'ladimi? Mana ba'zilar qaynagan, pishgan narsalar bilan suv og'izni ochish mumkin emas deydi. Shu to'g'rimi deganday o'sha afzal jihatini ayting. Xo'p, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis shariflar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazoni sharif kirib kelsa, shom namozini o'qishdan oldin Rasululloh bir necha xurmo bilan ro'za ochar ekanlar. Xurmoni rutob degani bo'ladi, tamr degani bo'ladi. Rutob degani ho'l xurmo. Masalan, yangi pishgan o'rik bo'ladi, quritilgan o'rik bo'ladi. Xurmoni ham shunaqalar bo'ladi-da. Masalan, o'rikni g'o'rasi bo'lgandek, xurmoni ham g'o'rasi ham bo'ladi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yangi pishgan xurmoda Rasululloh og'iz ochardilar deydi. Rutobda og'iz ochardilar. Bir nechtasida, 3 ta, 4 ta, boshqa bir hadislarda 3 ta ham deb kelgan. Ochiq oydin adadi bilan kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar ho'l xurmo topa olmasalar, chunki Ramazoni sharif har xil fasllarga keladi-ku, topa olmasalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoqi xurmoda ham og'iz ochardilar. Bizda shu xurmolar mavjud hozir. Bizga quritilgan xurmolar kirib keladi. Rasululloh shu bilan og'iz ochardilar. Agar bo'lmasa payg'ambarimiz bir necha xo'plam suv ichardilar ekan. Hasavatin min madi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha xo'plam suv ichar edilar. Ulamolarimiz boshqa bir hadisni ham keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana buni Abu Ya'lodan bo'lgan rivoyat deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rardilar 3 ta xurmo bilan og'iz ochishlikni. Agar yoki av degan, av shay'in yoki o'tda pishirilmagan, o't tegmagan narsalar bilan Rasululloh iftorlik qilishni yaxshi ko'rardilar dedi. Shundan xulosa qilib faqih ulamolarimiz aytadilar, eng afzali iftorlikda og'iz ochishda xurmo bo'lsin. Mavjud bo'lmasa suv bo'lsin. Agar bo'lmasa olov tegmagan tabiiy pishgan mevalar, yoki tuz mahsulotlari, shunga o'xshagan, ya'ni na suvda qaynatilmagan, na olovda qovurilmagan, dimlanmagan tabiiy mahsulotlarda og'iz ochishlikni bu sunnat bo'lmaganda mustahab amal hisoblanar ekan. Rahmat bu javob uchun. Lekin to'ldirib ketay, mavjud bo'lmasa-chi? Yo'q, umuman topilmadi. Topilmadi. Choyi bor, noni bor, nima narsada yesa ham bo'laveradi, makruh bo'lmaydi. Shuni bilib olish kerak. Yo'q ekan deb og'iz ochishni kechiktirmasin bu. Yo'qmi nima bo'ladi? Sizga bor narsalar siz uchun shu. Non bilan yeb ham, ovqat bilan iste'mol qilsa ham bo'ladi.